Ertege mine beyram biz bizning onda beyram bilan tabriklab o'taylik. Hamma bizning tomoshabinlarimizni, xotin-qizlarni. Şunada ben şuratda bazı xotin-qizlarimizni qutlaymiz. Mine şunada şipşun xotin-qiz bo'lib qoluvda bizning irodlarning şipşun irod bo'luvimiz muhim rol o'ynaydigandir. Shunga ko'ra erga shoyib sizlar biz shun irod bo'lib biz xotin-qizlar sizning shun xotin-qiz bo'lib qolasiz hali. Hem mine shu bizning turmushimizdagi garmoniyani to'g'rilanib, turmushimizga yem istab, motorlik istab, ruhiylik istab yashaymiz hali. Tag'inda oldagi kunlarimizda shu fursatdan foydalanib men o'zim xotin-qizlar doirasida o'sdim deb aytaman. Men o'skanda 3 xotin-qiz yig'ilida hozir biz 3 mening oilada 3 xotin-qiz anamni, opalarimni qutlayman, albatta turmush o'rtashimni, injini xotin-qizlarni qutlayman, qizlarimni, Madina bilan Oydinamni qutlayman, devonilarni, abilarimizni qutlaymiz. Shu motor bayram bilan ham eng ezgu tilaklardan qolamiz. Yo'q shekilli motor shunday bizga kerak bo'lib, biz sizga kerak bo'lib yashasak, shundan da yaxshiroq bo'lmas inshaalloh. Bizga rahmat. Ham shu konsertni uyushtirdi sizga o'quvchilar, televizordan tekshirishlar kun aksiyada. Bizga rahmat, chaqirib qolamiz barliq tomoshabinlarimizni. Kimlarga da tegishli yordam uyushtirilib, ularning shifosini sihatini ko'rsaydi. Amin. Shunday bo'lsin. Hurmatli tomoshabinlar